Agarda suvdan qarzingiz ko'payib ketayotgan bo'lsa, ichilayotgan suvga nisbatan sizda ko'p pul yechib olinayotgan bo'lsa, buni yo'qotishda iloji bor. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga manfaatli bo'ladi. Buning uchun bizga telefonimizdan Google ga kirib, poistni bosib, suv deb qidiruvga beramiz va birinchida chiqqan natijani ustiga bosamiz. Bu yerda shaxsiy hisob raqamimizni kiritamiz. Agar birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, bu yerda telefon raqamingizni kiritasiz va SMS kod orqali kirasiz. SMS kodni kiritganingizdan keyin shunday oyna chiqadi. O'zingiz haqida ma'lumotlar va soat belgisini bosamiz bu yerda, o'ng tarafdagi oxirgi. Va keyin suv hisoblagichimizni faqat qora raqamlarini kiritamiz. Chapdan o'ngga qarab kiritishni boshlaymiz. Bu yerda bitta katak oshib qoladi, unga ham 0 raqamini kiritamiz va ko'rsatkichni yuborish tugmasini bosamiz. Va keyin sahifani yangilaymiz. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying.